Mashinasiga qaramaydigan bola. Benzin qolmadi-yu. O'rta uzoq yo'lga ketamiz. Quyib olsang bo'lmaydimi? Ya xavotir olma, mana benzin olib qo'yganman. Ketib qo'yamiz. Ana. O'rta nega oxirigacha quymading? Jinnimisan, ertaga mashina o'chib qolishi bor-ku. Qanaqa yetib olamiz hozir? O'chirib yetib olamiz o'ta. Niye açılmayapti? Orqa eshik ochilmaydi. Oldin o'tiroqa. Bitta. Akmatram o'tirib qo'ygan. Shuni orqasiga itarib bor. Of! Yanami? Ketdimi Magicga? Ham surilmayapti-ku. Surilmaydi, svarkalab tashlaganman. Avtobusda ketinglar. Hoppa! O'rta nega arqon bo'ylab olding? Petros ketib qolgan. Shunga arqon bo'lib olib tortib uraverganman. Men maytafonini o'chirgan qulomiyani yevordi. O'zi men o'chira olmayman. Undan o'zi ritmga tushgan. Mana mashinam bo'ldi. Hozir shunaqasim bo'ldi. Voy, akkumulyator chiroq yonib qoldi. Voy, o'chib qoldi. Bo'ldi, to'xtang, avtobus bolalarni chaqirganman, kelishdi. Qimmat emas bular. Oka, bizga nima xizmat? Matizni tuzata olsanlarmi o'zi? Oka, avtobus bolalari qattiq buzilsangiz ham o'sha yerga borib birinchi texnik yordam ko'rsata olamiz. Bizning xizmatda mashinani balonini yamash, elektrosvarka ishlari, radiator almashtirish, hattoki elektromobil quvvati o'chib qolsa, zaryadlash xizmati ham mavjud. Hozir mashinangizni tuzatib beramiz. Bola qattiq ekan-ku. Generator remingiz uzilgan ekan, almashtirib qo'ydik. Aytgancha, siplinni trusizni ham almashtirib qo'ydik. Ha, bu remen bilan o'yin yuramanmi? Oka, klapning shaqillab qopti. Moyiz ham kamaygan. Tuzatib beraylikmi? Ya, ovora bo'lmaylar. Moy chiroqni o'zi yonsa, o'zim sizlarni chaqiraman.